Qanday, yaxshimisizlar? Здравствуйте, братья и сестры. Как вы, нормально? Ой, несколько дней я не был, потому что я был в Шымкенте. И в Шымкенте делали 3-4 kun. Так что, ерунда, да? Sizlar ham uxlamayapsizlarmi? Ha? Да. G'afurjonov, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Tinchmisizlar? Va alaykum assalom. Soqol o'stirishga aytgandim. Ana tizchilistingda. Shimkentdaman hozir. Xudo xohlasa ertaga Turkistonga borish niyatimiz bor. Ertaga. Uxlamaysizmi? Uxlashga как раз o'qiyotgan narsamni qarang, o'qiyotgan narsamni, soqol masalasida. Лекарство, сохраняющее брови, лекарство, удлиняющие волосы. Вообще, как раз o'qiyotgan narsamni qarang, качество волос и перхоти. Вот. Ko'ryapsizlarmi? Облысение, выпадение волос. Сахар yema bormi? Так. Qirg'izistonda ofis bormi? Bor. Revmatizmga osonroq usuli, revmatizmga uy sharoitida bo'ladigan bo'lsa, revmatizmga. Mumiyo, iching mumiyo. 0,2 grammdan ertalab va kechqurun, undan keyin 1 grammini suvga eritib olib, yana 100 grammga eritib olib oyoqlaringizga surting. Tushundingizmi? Turkistonda, да, на русском говорите, пожалуйста. Да хоть на русском, Москвадан салам. Ва алейкум ассалам. Так, Maqsud nima? Maqsudga kulyapti. Nima deb yozdi Maqsud? Ha, kulyapti Maqsudga. Maqsud nima deb yozdingiz? Tushunmadim, короче. Da, sirop есть. Halilani ichish tartibini aytib yuboring. Kimdan olgan bo'lsangiz, o'shandan so'rang. Men qanday ichilish haqida anaqa qilmayman. Рвота у ребенка сколько лет? Почему рвота? Ну не то, что-то съел же, не каждый, это же не болезнь рвота, это симптом болезни. Понятно вам? Soch o'stirishga nima qilsa bo'ladi? 40 kun mobaynida bug'doyni o'stirilganini yeyishingiz kerak. Endi oson usuli uy sharoitida bo'ladi. Olatni katta qilishga nima deysiz? Olatingiz razmeri qancha? 10 santimetrmi, 7 santimetrmi? Shuni yozing-da. Ismingiz nima edi? Alisher Xuzxanov. 7 santimetrmi sizniki? Ingichka hamma sigaretga o'xshab, ozishga nima qilsa bo'ladi? Ozishga. Toshkentda qachon qabul bo'ladi? Xudo xohlasa, kelin, Nodira kelin. Hozir Qozog'istonda tugataylik. Papilloma haqida ma'lumot bering. Papillomaga 3-4 oy yo'q bo'lib ketadi. Qonni tozalash kerak, viruslardan aniq qilish kerak. Papilloma. Chistotel ichish kerak, chistotel. Qon tozalanadi. Birinchi navbatda, masalan, tarpiyada bor, o'shani ichib yursa yoki вообще umuman olganda arpani qaynatib ichaveringlar. Mioma-kista katta bo'lgan operatsiya deyapti. Nima ichish kerak? Mioma-kistaga haqida juda ko'p videolarim bor, yaxshilab qarang. Iltimos so'raymiz. Zob bo'qoq og'risida qanday darilasa bo'ladi? Filiallarimizdan so'rasangiz, lapchatka белая, настойка lapchatka белая bor. O'shani toping. Мумия для чего пить? Для вообще-то много чего для мумия. С мумией много чего можно сделать. Мумия лечение аллергии, головные боли, ревматизм, много. Вообще-то книга есть о мумии. Книга есть. Iltimos aytib bo'yamcha pnevmoniyaga nima qilsa bo'ladi? Pnevmoniyaga nima qilsa bo'ladi?
Xren toping, xren. Xrenni asalga aralashtirib ichib yursangiz ham yaxshi, pnevmoniyaga вообще zo'r yordam beradi. Xren, korень xrena. Immunitet 8 santimetr da Alisher, agar 8 santimetr bo'lsa mayda ekan. Mayda ekan. No, вообще-то eng maydasi 7 santimetr oladi bo'ladi. 8 santimetr mayda. Endi ereksiya bo'lgan payt 8 santimetr barmog'imda ekanda. Barmog'im bu 9 bo'lsa kerak. O'ramas 9lar barmog'im. Sizniki mana barmog'imda ekanda. Да, shu barmoqda ekan. Вот 4 годика, уже 3-й день. Что-нибудь поела? Mustafa 10 santimetr yedim, ha? 10 santimetr. Ну, вообще-то endi ayolda ham o'shanga bog'liqini topish kerak-da, qaranglar-da. 3 xil ayol bor, 3 xil erkak bor. Tak, erkakniki bunday bo'g'inlarga ajraladi. Tasavvur qiling, mana 3 bo'g'in desak, mana eng maydasini, ayoldagi agar 4 bo'g'in bo'lsa, o'sha qoniqtirmaydi ayol. Ну, temanalarni yig'ishtiraylik. Shuning uchun ayolda mosini topsa bo'ladi. Agar bir-birlaringizga mos bo'lsalaringiz, qanot hosil bo'ladi, u katta kichiligi не имеет значения. Lekin слишком bo'lsa, xotiningiz ketib qoladi. Fayz, assalomu alaykum. Qalaysiz, zo'rmisiz? Tinchmisiz? Chirchiqqa qachon kelasiz? Chirchiqqa filialimiz bor. Telefon nomerlarini qo'yganmiz. Oxiri 58-21 adashmasam. Так, я хочу похудеть, но не могу. Как это сделать? Да, жир сжигающий. Ну ладно, я говорил о диете апельсин и вареное яйцо. Если никто не смог сделать это, есть у нас сбор есть для похудения. Есть. Oshqozon osti bezi saraton 4-chi nima qilsa bo'ladi? Kelishingiz kerak, yuz berib gaplashamiz. Uy sharoitida kartoshka, piyoz yeng, sizga 4-stepen saraton ketadi deb ayta olmayman. Aka, foiz ko'tarish maslahat bering. Bir piyola qorasidan yarim piyola qora zira, yarim piyola turp urug'ini maydalab, tengma-teng asal aralashtirib va bir choy qoshiq ertalab va kechqurun ichasiz. Tak, nimaga o'qimayapsiz? Men yozgandim. Barnoxon. Tak, bugun burun bitadi, qandoq ochsak bo'ladi. Sok kalanxoya, перегородка qiyshiq. Endi qiyshiq bo'lsa, только operatsiya qiyshiq bo'lsa. A tak bitishiga sok kalanxoya, qora sedanani yog'ini hammaravni bir tomizib yurishingiz mumkin. Это не проблема. Kistaga matkada shamollash bor ekan. Chistotal nastoyga topib iching. Oq qonni qanday davosi bor? Yosh bolaga Sofiya oq qonni davosi bizlarga dori bor, agar kerak bo'lsa. Agar yo'q, uy sharoitida qilaman desangiz, faqat sabzini sokiga qora sedanani moydan aralashtirib ichirib yuring. Qora sedana yog'i, tushundingizmi? Undan keyin ko'proq o'sha anaga sabzini sokiga qichitqi o'tini hozir quritilganini tepishingiz mumkin. Yoki qichitqi o't, ya'ni krapiva deyiladi. Свежевыжатый sok, o'shani qo'shishingiz mumkin. Ichiga ana qizil lavlagini sokini ham qo'shishingiz mumkin. Tushundingizmi? Atak dorimiz bor. Так, экземага не qilsa bo'ladi. Экзема. Да хоть с медом надо смазывать, и с мед и куркума перемешать, лечебную повязку сделайте. Или яичное масло. Qarmonaki grijam operatsiya bo'lgan, yaxshi bo'lmayapman. Operatsiya grija bo'lgan bo'lsangiz, Böyle agar mioma kistangiz bo'lmasa, agar argon bilan cho'lchan kapsulasini birga qo'shib iching, tezroq yaxshi bo'lib ketasiz. Assalomu alaykum, брат, про миостин скажите. Да, миостин не очень такая легкая болезнь. Научусь, но есть лекарства. Я хочу это в домашних условиях, чтобы всем было доступно. Болезнь миостиния, что? Понятно? А так лекарства есть.
Turkmanistondanman. Siz bilan uchrasa bo'ladimi? Endi bilmadim, Turkmanistonda bo'lsangiz, Toshkentga kelgan paytim, qabul bo'layotgan paytda Toshkentga kelishingiz mumkin. Yoki sizlarga adashmasa agar Buxoro yaqin. Buxoroga priyom bo'layotgan paytda Buxoroga kelishingiz mumkin, пожалуйста. Подскажите, пожалуйста, от витилиго. Да, это сложная болезнь. Я не могу подсказать вам в данный момент очень так просто. Это не просто, это длительная, мучительная болезнь. Это, сестра. Длительная, мучительная. Мне надо подробно сказать вам. Подробно. Filial Tojikistonga da ochilgan. Psoriazga to'g'ri ayting. Psoriazga ana uni korni lapuxa и korni advanchiga ikkovini aralashtirib qaynatib bir 6 oy yutib, balkim 1 yilgacha ichishingiz mumkin. Shuni ichib yursangiz bo'ladi. Uy sharoitida tekini bo'lgan bo'lsa. Agarda yo'q desangiz, hozir yaxshi foyda beryapti. Tarpida bilan mumyo aralashtirib ichilgani. Yoki yana ichkaridan, ichki tomondan arpani qaynatib ichib yurib, tashqari tomondan psoriazga hozir aytaman. Masla, propolisное масло surtishingiz mumkin. Ya'ni propolisni sariyog'ga qo'shib, eritib o'shani surishingiz mumkin. Qanday tayyorlandi desangiz, если вы хотите как приготовить, в YouTube написано, что как приготовить прополисное масло. Ну, так напишите. И вообще-то еще есть масло, яичное масло. Как приготовить яичное масло? Напишите, там научит вас. Это тоже можно снаружи, чтобы псориаз ушел. Если аутоиммунный, это уже другое дело. Это по-другому надо лечить. Marg'ilonga filial bor, da. Quruq yo'tal davosi, sholg'omni qaynatib iching. Aka, taxminan aytolmaysizmi O'zbekiston qachon bo'lishingizni? Bizlar Toshkentga borib turar edik. Yo'q, taxminan ham aytolmayman, chunki hozir Turkistonga boryapman. Turkistondan keyin Atrau, biroz vaqt o'tgandan keyin yana qaytib kelaman. Atrau, Aktau, Astana, o'shandan keyin o'sha O'zbekistonga. To'g'ri tushuninglar, chunki kasallarimiz ko'p bu yerda. Juda ham kasal ko'p. Iltimos aka, oqqonga davo bor. Men video chiqarganman-da, Xudo xohlasa agar oqqonga davosi bor degan sizlar yana so'rayapsizlar. Da, oqqonga davo bor. Tojikistonga ochdim filial. O't pufagi toshchalar bor ekan, nima qilsam bo'ladi? Go'sht yemaysiz, oq non yemaysiz вообще. Muchnoy yemaysiz, ya'ni oq non. Non tarkibidagi biron narsa ham, makaron ham yemaysiz. Shirinlik va go'sht yemaysiz. 2-3 oy mobaynida sabzi soki, qizil lavlagi soki va bodring soklarini tengma-teng aralashtirib, kuniga 1 litr, 1,5 litr ichib yurasiz. Undan tashqari ham bor. Masalan, asalga qora turp sokini aralashtirib yoki qora turpni to'g'rab turib, qora turp deyiladi, chorniy retski deyiladi. O'shani to'g'rab asalga aralashtirib so'kib chiqqandan keyin o'shani ichib yurish, ya'ni bir qoshiqdan 3 mahal qilib ichib yursangiz ham Xudo xohlasa o'tdagi toshlar tushib ketadi. Yoki agar mayda-mayda toshchalar bo'lsa-chi, mayda-mayda toshchalar bo'lsa, ya'ni полевой хвощ kitobda yozilishicha, ya'ni 40 bo'g'in deydi. Rus tilida полевой хвощ. O'shani moyini chiqarib, ya'ni zaytun yog'iga qo'shilib, ya'ni bir qaynatib olib yoki nastoyach tak moyini chiqarib olib o'shani ichib yursa ham o'tdagi tosh tushadi deyilgan. Undan keyin korni podsolnoxa, ya'ni semichkani ildizi, u ham o't qobidagi toshlarni tushiradi deyilgan. Uning uchun lekin vaqt kerak, sabr kerak. Tak, pastga tushdim, короче. Lipoma bilan o'lmaysiz, g'am yemang. Soch soqol tangaday bo'lib to'kilgan. Qurtlaringizdan to'kasiz. Qurtlaringiz birinchi navbatda o't qop pishvareniyani yaxshilaydi, ya'ni hazm tizimini yaxshilaydi. Undan keyin yechni emas, tuxumni yog'ini surtishingiz mumkin. Kishishniy rak davosi bormi? Operatsiyasiz. Stadiyasiga qaraydi, uni tekshirish kerak. Kishishniy rakda Xudo xolasa davosi bor. Masalan, och qolish bilan, ya'ni ochlik yo'li bilan davolasa bo'ladi. Yuqorida aytib o'tganimdek ko'p narsa bor, uni taxlat popolchik qilib
sizga tushuntirishimiz kerak. Undan keyin bilishimiz kerak. Qay darajada bo'lib ketgan. Bu sizni hayotingiz bilan o'ynasha olmaymiz biz. Agar operatsiya qilinadigan bo'lsa, operatsiya qilib olib tashlanadi. Лишай, как лечить? Лишай хороший понос, чтобы был, чтобы внутри что-то вышло, чтобы вас лишай делать. Обыкновенный с медом можно удалить, устранить лишай. Epilepsiyaga qancha ishuv kerak? 1 yil, 2 yilgacha ishuv kerak. Zahira, поняли? Allergiya, ko'z quruq, quloq, tomoq qichishi allergiyasi. Allergiya, sezonniy allergiya boshlangan bo'lsa, agar birinchi, yana aytaman, antiparazitarni va ichingizni bo'shatishingiz kerak. Ya'ni понос, чтобы понос был. Понятно? Если у вас аллергия, это тоже очень поможет. Имейте в виду антипаразитарки и понос, чтобы был. Или o'n kundan beri torpedan ichyapman. Gepatit B'ni davolayman. Yana 1-2 kun iching. Xudo xohlasa yaxshi bo'lib ketasiz. Assalomu alaykum. Nukusda filial bormi? Bor. Мелкие венки на ногах. Яблочный уксус растирание сделайте или вообще-то или настойка конского каштана. Надо растирение делать и по 30 капель 2-3 раза надо употреблять. Добавляется немножко с водичкой. Psoriaz. Dori bormi? Da, dori bor psoriazga. Xudo xohlasa o'ylamang. Torpedani eshitdim, yuzim o'girday bir narsa bo'lyapti-da. Torpedan agar o'giringiz bo'lsa, chiqadi, yo'rlar. Ichkaridagi zahar hammasi chiqib ketishi kerak. Bor narsa u. U bor narsa. Tushundingizmi? Parokka 4 mm. Da, parok 4 mm. O'ylab ko'rish kerak. Гастрит, давосini ayting. Гастрит davosi. Если пониженная кислотность, пожалуйста, гастрит davosi подорожник. Yoki zverobой. Agar gastrit davosi bo'lsa, bir uzoq muddatroq, balki mumkin, balki 15 kun arpani qaynatib yoki so'lni qaynatib iching. Gastritga yoki облепиховое масло yoki kartoshkani suvini 3 mahal 100 gramdan iching. Ko'p siyib qo'yishga ayting. Ko'p siyib qo'yishga demak, nочной энурезма yoki ko'p siyapsizmi? O'shani ham aytishingiz kerak-da siz. Suyak erishiga это остеопороз называется. Salom akam tarbiyadagi endi qorin sohasi shishib ketgan, umuman qaytmayapti, nima qilsa ichmang. Tushundingizmi? Sukut 99571. Nima kasali bor dedi? Nima uchun shishib ketdi? O'qsai. Qudurali o'qsai. Я не понял вас, честно говоря. Дерматит 15 yil bo'ldi. Ko'p marta aytdim dermatit hali. Bextira, da lechение есть Bextira. Marg'ilonda filiasi psoriazga dorim bor. Rahmat. Yo'taldan ezilib ketdim. Yo'taldan ezilib ketdim. Yaxshilab qidirganingizda yo'talga 100 ta video qo'yganman. Da, torpeda ozdiradi ham. Братья, сестры, я xo'p, uxlayman. Usanavonazavr. Oy, dinozavrmisiz, nima bo'lsa? Sizni men nima xalaqit beryapmanmi? Uxlay. O'zingiz uxlang yoki o'zing uxlay, sansiraganingizga. Bratishka Usanov Anvar. O'zing uxla. Siyib kelib uxla faqat, xo'p? Seuldan salom. Va alaykum assalom, Seul. O'tinish javob berishchi. На какой вопрос javob berayin? Klimaska qizish, yurak o'ynashga ayting. Клевер. Растение клевер. Ну, самое доступное можно. Растение клевер при климаксе. Хорошо? Так. Boshlandi. Yana boshlandi. Yozganlarimni nimaga o'qimayapsiz? 100 marta yozdim. Короче, mayli, sizlar noto'g'ri tushunmanglar, kibrlanib ketdi deb. Mana shu savollarni yoqtirmayman. Shuning uchun efirni yakunlayman. Tushundingizmi? Salomat bo'linglar.
Menga unday savol bermaylar. Nima uchun 100 marta yozdim?